Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan writing tasdiqi bo'yicha ozgina dars o'tamiz. Bunda bizga berilayotgan savol problem solution savoli bo'lyapti ekan. Xulosalab problem solution savolini biz hech qanday muammosiz bo'lib olsak bo'laveradi ikkita partga. Birinchisi o'sha muammo so'ralgan part, ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, bizdan nima so'ralgan part? Yechim so'ralgan part. Ya'ni bunisini bir body 1 ga yozib qo'yasiz, bu yashildagisini esa body 2 ga yozib qo'yasiz. Hech qanaqa o'ylanib o'tirmaysiz. Boshqa savollarga nisbatan anchagina osonroq. Chunki boshqa savollarda siz o'ylashingiz mumkin. Body 1 da nima yozishim kerak yoki body 2 da nima yozishim kerak kabi savollar aylanadi miyangizda. Lekin bunda hech qanaqa muammo yo'q. Shunday kelasiz, body 1 ga shunday muammolarni yozib berasiz, body 2 ga esa yechimlar yozib berasiz. Bo'ldi. Endi aytilyapti ekan bizga what are the problems related to air pollution and how can we tackle this issue? Ya'ni mana shu muammoni mana shu air pollutionga, havoni ifloslanib ketishiga aloqador bo'lgan muammolar qaysi va biz qanday yecha olamiz bu muammolarni deb turib aytyapti ekan. Tushunarlimi? Xo'p, ya'ni body 1 da bo'ladigan bo'lsa, biz nima qilamiz ekan? Hozir aytib o'tganimdek, body 1 da sorry guys. Yechim beramiz. Ya'ni body 1 da biz yechimlar masalan endi yechim bermaymiz, to'g'rirog'i problem related to air pollution. Air pollutionga related bo'lgan, ya'ni bog'liq bo'lgan muammolarni keltiramiz. Masalan, air pollution bizga sog'lig'imizga ta'sir qiladimi? Muammomi bu ham? Bo'ldi. Mana shuni beramiz. Sog'liqqa ta'sir qiladi. Bizga masalan o'pka kasalliklariga, yurak kasalliklariga, nafas olish kasalliklariga yetaklab boradi. Tezroq o'lib ketamiz, shunaqa degan gaplarni gapiramiz. O'sha health bo'yicha. Yana bitta narsasi bor. Ekonomiga ta'sir qiladi. Ekonomiga ta'sir qilishini endi siz o'ylashingiz mumkin. Havoni ifloslanishi qayerda tursa, u pul degan narsalar qayerda turibdi, domla, miyangiz ishlaydimi degan bo'lishingiz mumkin. Lekin sizga keltirib beraman. Qarang. Agar siz sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, bitta mamlakatda havosi juda ham iflos, juda ham bir air pollution juda ham rate yuqori bo'ldi deylik. O'sha yerga boryapsiz. Borasizmi siz? Yo'q, bormaysiz albatta. Sayohatni u yerga qilmaysiz. Ya'ni bu degani o'sha mamlakatda turizm degan narsa kamayib ketadi. Turizmdan pul kelishi kamayib ketadi. Bu degani ekonomi, ya'ni o'sha pul jihatdan stabilitysiga, ya'ni economic stabilitysiga ta'sir qiladi. Keyinchalik o'sha mamlakatda. Xo'p, o'shani aytib o'tamiz. Keyingi body 2 deb bo'ladigan bo'lsa, body 2 da endi yechimlar berib ketamiz bo'ldi. Yechimlardan bittasi masalan expanding green spaces. Ya'ni anaqa yashil joylarni nima qiling? Kengaytiring. Chunki masalan yashil joylar, yashil daraxtlar, yashil meva bunaqa qimaydi. Plantlar hammasi nima chiqaradi? O'zidan oksigen chiqaradi va nima edi? Yomon gazlarni, pollutantlarni, moddalarni yutadi o'ziga. Tushunarlimi? Endi ikkinchisi yechim deb turib biz keltirishimiz mumkin. Hop, improving transport system. Ya'ni transport sistemasini yaxshilashlik kerak. Chunki masalan olishimiz mumkin-da, avtobuslarda ham avtobusda yuradigan bo'lsa, metrolarda yuradigan bo'lsa, bizda nima bo'ladi? O private carlarda odamlar kamroq yuradi-da. Bu degani hamma mashina chiqib olib turib ko'chada minib yuravermaydi. Ya'ni o'sha carbon emission hamma chiqaravermaydi. Faqatgina o'sha basni o'zidan chiqadi. Bu degani ko'proq odamni bas olib yuraveradi. O yerda anaqa nima edi, mashinalaringiz, private carlaringiz esa kamdan kam mashina, kam odam olib yuradi. Masalan 4 ta 5 ta odam olib yuradi. Buni esa train esa 100 ta odamni olib yuradi. Bu degani trainni foydasi bor deganda, endi bunga nisbatan ko'proq odam hajmi kattaroq bo'lganligi sababli kamroq gaz chiqaradi, nima edi, emission chiqaradi, yomon gaz. Xo'p, o'shanaqa deb olyapmiz. Hozir yozib berganimda full explain qilib o'tib ketaman hammasini. Endi buni o'zi in conclusionda nima qilasiz? Conclusionda bilasiz restate, body 1 da shunaqa deganingizda, body 2 da shunaqa yechim berganingizda qisqa qilib restate qilib qo'yasiz. Introductionda bo'ladigan bo'lsa, hozir introduction qismiga o'tiladigan bo'lsak. Background sentence, ya'ni background degani o'sha nima haqida, mavzu haqida ozgina ma'lumot berib qo'yasiz. Sentence. One minute. Bo'ldi. Keyingisi esa opinion, your opinion. Fikringizni berib qo'yasiz. Hozir men sizga background sentence yozib beraman. Background sentence nima degan savolga javob topasiz o'shanda. Masalan, what are the problems deyapti. Muammolar nima? Shu air pollutionga oid bo'lgan va uni qanday yechamiz? Bo'ldi. Mavzumiz nima ekan biz? Mavzumiz air pollution, havoning ifloslanishi ekan. Bo'ldi. O'shanga oid bo'lgan bitta gap bilan boshlab olaman essayimni. Masalan, aytishim mumkin. Air pollution has become one of the most serious problems ya'ni
and modern society. Ya'ni nima bo'lyapti ekan? Air pollution, havoning ifloslanib ketishligi bo'libdi one of the most serious problems. Ya'ni o'sha yomon bo'lib ketgan juda ham bir jiddiy bo'lgan muammolardan biriga aylanibdi bizning zamonaviy jamiyatimizda. Bo'ldi, air pollution haqida background sentence berib qo'ydim. Bu degani men nima qildim? Kirishga qilib oldim. Endi o'zimni opinionimni beraman. Garchi bu shunaqa yomon tomonlar, yomon anaqa ta'sirlar qilsa ham bizga, sog'lig'imizga, ekonomimizga buni bunaqa qilib yetsak bo'ladi deb aytib qo'yaman. Xo'p, aytishimiz mumkin. While bilan bog'lasak, garchi while there are some adverse factors. Ya'ni adverse effect degani side effect degani, ya'ni yomon tomon. Yomon tomonlari bor. Xo'p, masalan, qanaqa deydigan bo'lsa, yomon such as masalan the deterioration of human health. Ya'ni insonning sog'lig'ini nima qilishligi ekan? Deterioration ekan. Ya'ni deterioration deb turib yomonlashishi, ya'ni inson sog'lig'ini yomonlashishi kabi va yana nima? And masalan aytishimiz mumkin decline in economy. Ekonomiyadagi cho'kish, kamayish. Bo'ldi. Mana shu kabi nimalar bor ekan, yomon adverse tomonlari bor ekan. Xo'p, lekin garchi bo'lishiga qaramasdan it can be demasdan these issues, mana shu muammolar can be solved, yechilishligi mumkin by expanding green spaces. Shu narsani o'zgartiraylik. Fast aytmoqchiman, o'shani expanding deb. Masalan, planting trees, daraxtlar ekishlik around the city, shahar bo'ylab. It is ya'ni shaharlar bo'ylab daraxtlar ekishlik va yana nima qilishlik va improving and improving transit system. Bo'ldi. Ya'ni transport sistemasini nima qilishlik, yaxshilash orqali yechilishligi mumkin ekan shu muammolar deb ko'rsatib beryapmiz. Bu tomon nima bo'lyapti? Bizning o'zimizning opinionimiz bo'lyapti ekan, berayotgan fikrimiz bo'lyapti. Mana. Endi transit degani o'sha transportation degani bir xil ikkalasi ham. Garchi there are some adverse factors, ba'zi yomon tomonlari bor. Nima, qaysi kabi deydigan bo'lsak, mana insonning sog'lig'ini deterioration, ya'ni yomonlashib ketishligi va economy, iqtisodiy jihatdan, pul jihatdan decline, kamayib ketishligi. Garchi shunaqa muammolar bo'lsa ham, shu muammolar can be solved, yechilishligi mumkin. Nima qilish orqali? Planting trees around cities, ya'ni shaharlar bo'ylab daraxtlar ekishlik va transport sistemasini yaxshilash orqali shu muammolar yechilishligi mumkin deb turib aytib qo'yapmiz ekan. Endi badimanda hozir aytib o'tganimdek yozib ketaverasiz. Masalan, health yozmoqchimiz. Health bilan economyni badimanda aytib o'tib ketamiz. O'sha related bo'lgan muammolarni. Xo'p, aytishimiz mumkin. Air pollution demak. Masalan, one of the prominent negative effect of air pollution. Ya'ni air pollutionda bitta prominent bo'lgan, ya'ni yaqqol ko'rinib turgan nimasi? Effekti, yomon tomoni. Xo'p. Is that it can pose, ya'ni u tug'dira oladi a number of serious of threats to our health condition. Ya'ni bizning sog'liq holatimizga nima qilar ekan? U bir nechta juda ham bir serious bo'lgan, jiddiy bo'lgan threatlarni, ya'ni xavf-xatarlarni tug'dira olar ekan deyapmiz. Xo'p, pose a number of serious threats degani o'sha xavf-xatar tug'dirmoq degani. Sog'lig'imizga xavf-xatar tug'dirar ekan. Xo'p, aytishimiz mumkin yana. Xo'p, this often cause o'rniga zo'r bitta uni beraman, sinonim beraman. Advanced inflict
Bu ham bir xil cause bilan sabab bo'lmoq. Bu sabab bo'ladi nimaga? Several several of several nimalarga? Kasalliklarga, ailments. Ya'ni bir nechta kasalliklarga sabab bo'ladi deyapmiz. Ailment degani hozir aytib o'tganimdek, hozir aytib o'tmadim. O'sha illnesses degani, ya'ni kasalliklar degani. Bir nechta kasalliklarga sabab bo'ladi. Qanaqa deydigan bo'lsangiz, endi hop, aytishimiz mumkin. Biz bu o'chirib qo'yaylik. Respiratory disease, ya'ni respirator, ya'ni nafas olish bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar. Endi yana nima bo'lishi mumkin? Yana aytishimiz mumkin. Cardiovascular, ya'ni yurakga oid bo'lgan kasalliklar. Cardiovascular and toniga as well as lung damage. Ya'ni shuningdek o'pkani damage'iga, ya'ni o'sha nima degani damage? Shikastlanishiga sabab bo'ladi deb turib aytyapmiz ekana, mana shu narsani. Air pollutionda. Hop, natijada nima bo'ladi? O'shani ham natijasini berib ketsak bo'ladimi? Hop. Natijada which leads to leads to premature death. Ya'ni premature degani vaqtidan avval, yoshlikda o'lib ketadi-yu, o'shanaqa. Ya'ni premature deathlarga yetaklab boradi va nimaga? Reduced aytishimiz mumkin. Reduced life expectancy. Ya'ni reduced life expectancy degani o'sha yashash umr davomiyligini kamayishi va nimaga? Premature bo'lgan, ya'ni vaqtidan oldin o'lib ketishlarga yetaklab boradi deb turib aytib qo'yapmiz ekan. Bo'ldi, mana shu bilan biz health'imizga, sog'lig'imiz haqida gapirmoqchi bo'lgan badimiz tugaydi. Ya'ni menda bitta yomon tomoni tugaydi. Endi ekonomiyaga o'tib ketaveramiz-da. Hop. Another hozir bu nima joyga tegdi? Masalan, aytishimiz mumkin. Sluggish growth, economic growth. Ya'ni sluggish degani weak degani, ya'ni sekin bo'ladi-yu, o'shanaqa sekin ekonomik jihatdan o'sish bo'lishlik, ya'ni pul jihatdan o'sishlik can be another problem associated with air pollution. Ya'ni associated with degani bilan bog'liq bo'lgan. Air pollution bilan bog'liq bo'lgan yana bitta muammo nima ekan? O'sha iqtisodiydagi sekin o'sish hisoblanar ekan. Endi bunga explanation beramiz-da. Yaxshilab uni tushuntirib beramiz. Nima desa bo'ladi? Qo'yayotgan sizlarga o'sha travelinglarda ham, o'sha turizmlarda ham kamayish bo'ladi agar mamlakatda bunaqasi yo'q bo'lib ketadigan bo'lsa. Ya'ni ifloslanib ketadigan bo'lsa havosi. Masalan, aytamiz endi. Economic cities aytishimiz mumkin. Cities with severe bad air quality. Ya'ni yomon air, ya'ni havo quality, ya'ni sifati bilan bo'lgan shaharlar, hop, aytishimiz mumkin, are viewed as less desirable. Ya'ni viewed as degani sifatida ko'rinadi, deb ko'rinadi. Ya'ni less desirable degani kamroq xohishga keladigan, to'g'ri keladigan bunaqa traveling destination bo'lib ko'rinadi deb aytishimiz mumkin. Traveling destination shun bo'lib ko'rinadi for visitors. Ya'ni tashrif buyuruvchilar uchun aytyapmiz-da. Ya'ni yomon havosi bo'lgan shaharlar as vivid as degani shunaqa ko'rinadi. Shunaqa desirable degani yoqimli degani, less degani yoqimli emas deb beradi. Endi yoqimli emas traveling, ya'ni sayohat qilish destinationlari bo'lib ko'rinadi. Xo'p, visitorlar uchun. Chunki hop va deymiz, shuni ashlatib o'tishimiz kerak va
they they prefer to visit visit places and where have clean air. Ya'ni toza havosi bo'lgan joylarga nima qilishni yaxshi ko'radi? Tashrif buyurishni afzal ko'radi deb aytyapmiz ekanda. Where have clean air and yana explanation berishimiz mumkin. Additional attractions va shuningdek additional qo'shimcha attractionlari bo'lgan joylarga tashrif buyurishni yaxshi ko'radi. Masalan, aytishimiz mumkin bo'lganda like 1 minute Telegramdan nima chiqib ketdi? Mana 16 minut yetib degan yaxshi, alancha bor ekan. Clean air, ya'ni o'sha toza havosi bo'lgan joylarga tashrif buyurishni yaxshi ko'radi va additional attractionlari bo'lgan joylarga, ya'ni qo'shimcha attraction o'ziga jalb etadigan narsalar bo'lgan joylarga tashrif buyurishni xohlaydi, deyapmiz. Additional attractionga endi biz nima berishimiz mumkin? Explanation berishimiz mumkin. Masalan, qanaqa degan bo'lsa, beautiful landscape ya'ni chiroyli bo'lgan landscape'lar, yaxshi joylar, chiroyli bo'lgan joylar kabi attractionlari bo'lgan joylarga odamlar nima qilishni yaxshi ko'radi? Tashrif buyurishni afzal ko'radi, deyapmiz ekan. Shu bilan biz birinchi badiiyimiz nima bo'ladi? Yakunlanadi. Xolos, yana ozgina qo'shimcha qilishimiz mumkin. So'zini ko'raylik. O'zi 180 ta bilan 200 ta ichida yoz deb qo'yganda yozolmaymiz ekan. Chunki juda ham kam 130 ta yozib qo'yibdi o'zi. Hozircha 70 ta yozamiz xolosda. Bu badiiy kichkina bo'lib qoladi. O'shaning uchun yakunlashga ham maza qilib yakunolmaysiz. Safe writingda. Despite the complexity of this aforementioned issues, ya'ni tepadagi o'sha ta'kidlab o'tilgan muammoning murakkabligiga qaramasdan, hop, can be tackled, ya'ni yechim topa oladi. Nima qilish orqali? By the introduction of some policies. Well, ya'ni ba'zi policy rule'larni, ya'ni o'sha qonunlarni introductioni, ya'ni joriy etilishi nimasi bo'ladi? Hop, orqali taklif bo'la oladi, yechila oladi deb aytib qo'yapmiz-da. Zeyda ishlatsak to'g'ri bo'ladi. Xo'p, endi aytishimiz mumkin. One solution emasdan sal boshqacha qilib aytaymi. Masalan, expanding green spaces, ya'ni o'sha green space'larni nima qilishlik, kengaytirishlik is one of the most effective ways to combat with air pollution. Ya'ni air pollution bilan combat qilgan, ya'ni kurashgani eng nima effektiv bo'lgan yo'llardan biri bu nima qilish ekan? Expanding green spaces deb turib aytib qo'yapmiz ekan. Yana chunki mana shu qo'shib ketaver yana. Chunki plants and trees, daraxtlar va nimalar, plantlar, o'simliklar can observe, ya'ni so'rib oladi nimani? Masalan, carbon emissionlarni, ya'ni yomon gazlarni so'rib oladi. Nima qilgan holda? While realizing ya'ni chiqargan holda nima? Oksijenda. Oksigen chiqargan holda nima qiladi ekan? Yo karbon emissionlarni, yomon gazlarni so'rib oladi daraxtlar va plantlar deb turib aytyapmiz ekan. To breathe. Nafas olishni oksigen chiqargan holda deb turib aytyapmiz ekan. Masalan, yana aytishimiz mumkin. Also, masalan, this also
creates an opportunity for ya'ni imkoniyat yaratadi to the physical activities. Ya'ni bu nima qiladi? Physical activity'larni qilishlikka nima qilar ekan? Imkoniyat yaratadi ekan deb aytyapmiz ekan. Chunki nimaga? Atrofingiz to'la daraxtlar, hamma yoqda ko'm yashillik bo'lib yotgan bo'lsa, sizlar physical activity'larni yugurishlaringiz yoki boshqa mashg'ulotlaringiz chiqib o'sha yerda qilasiz. O'shanga aytyapmiz-da. This also creates an opportunity to the physical activities and spend of quality time with families and oilalari bilan nima? Family members. I am terrible at typing on computer. So, family memberlar bilan quality time qiladi, ya'ni o'tkazadi, sifatli vaqt o'tkazadi. Nimaning qo'ynida? Around the nature. Tabiatni qo'ynida deb turib aytib qo'yapmiz ekan. Bo'ldi. Mana shu bilan bizda masalan nima edi? Haligi joylarni kengaytirsin degan joyimiz. Nima edi? Green space'larni olib kelsin, green space'larni kengaytirsin degan narsamiz tugaydi. Tushunarli? Bitta deyamiz. Endi ikkinchi yechimni beramizda. Ikkinchi yechim deb turib aytayotganimiz nima edi? Transport sistemasini yaxshilashlik edi. Masalan, aytishimiz mumkin. By improving Pythonga through ishlataylikmi? Improving enhancing. Yaxshilamoq ham ya. Yaxshilash orqali transport sistemasini sistemasini yaxshilash orqali government bodies, ya'ni hukumat organlari nima qila oladi ekan? Government bodies degani hukumat organlari degani can make a significant contribution. Ya'ni hissa qo'shiladi. To reducing the level of pollution. Ya'ni air pollution levelini, ya'ni darajasini reduce qilgani, kamaytirgani juda ham bir katta jihatda hissa qo'sha oladi deyapmiz. Make a significant contribution to degani o'sha hissa qo'shmoq degani. Bundan keyin verb ishlatibsizlar. Chizmay qo'ying o'yinga. Xo'p, aytamiz ekan. Chunki aytishimiz yana explanation beramiz. Be more explanation emas. Chunki qo'lyapti. Qadimishga berib qo'yapti. O'zi 200 tadan o'tib ketdi menimcha, adashmasam. Hozir. Yeah. Kizim bitiribdi. Mayli. Hozir nima deyishimiz mumkin edi? Bashlatda aytishimiz mumkin edi. Transportlarimiz ko'p karbon emissiyalarini chiqaradi. Odamlar metro shunaqa narsalarda yuradigan bo'lsa, o'sha narsalar kamayadi deb aytishimiz mumkin edi. O'shani qisqa, kam qilib aytishga biron bir yo'li bormi? Masalan, mumkin. Private cars, private vehicles, ya'ni shaxsiy mashinalar produce chiqaradi, ishlab chiqaradi. Enormous carbon emission, carbon dioxide. Ya'ni carbon emission degani zararli modda degani, zararli modda ishlab chiqaradi. Xo'p, while lekin deb beraylik mana shu. While lekin odamlar, if people choose trains, public transport, agar odamlar public transport tanlaydigan bo'lsa, like trains
yana aytishimiz mumkin misol qilib nimalarni sub race sub manimcha emas buses deylik. Buslarni tanlaydigan bo'lsa, nima qiladi? Detrimental misol aytishimiz mumkin. Detrimental gases can be reduced. Ya'ni kamaya oladi deb turib qo'yapmiz. Ya'ni nima deyapmiz? Private vehicle'larimiz ko'p bunaqa juda ham ko'p karbon dioksid chiqaradi, zararli moddalar chiqaradi, lekin agar odamlar shu public transportni tanlaydigan bo'lsa, train, buslar kabi detrimental gazlar nima bo'ladi? Can be reduced, kamayadi deb aytib qo'yapmiz. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, overall aytyapmiz. Hop, garchini o'qisa ham, garchini o'rniga nima bersak bo'ladi? Hop, air pollution can entail olib kela oladi several nimalarni? Several alarming issues. Alarming degani serious degani, jiddiy degani. Air pollution anaqa nima edi? Entail olib keladi bir nechta alarming serious bo'lgan, ya'ni jiddiy bo'lgan muammolarni olib keladi to humankind, insoniyatga and nimaga? Environmentga, tabiatga. Environmentga olib keladi. Lekin but I personally believe that, ya'ni lekin men shaxsan ishonamanki, nima qilish orqali? Hop, by imposing some by imposing some rules orqali sal o'zgartiraylik mana shu qismni. Lekin men shaxsan ishonaman. Nimaga ishonaman? These issues, problems, hurdles. Hurdle degani o'sha muammolar degani. Shu muammolar hop can be solved. Can be implementation. May be solved. Yechilishligi mumkin. Nima qilish orqali? By masalan savozga to'g'ri. With the help of ya'ni ba'zi chora-tadbirlarning yordami bilan bu muammolar, hurdle'lar yechilishligi mumkin deb aytamiz. Xo'p, ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yerga kelgan joyi nima deyapman? Shunaqa muammolarni keltirib chiqaradi deyapman-da. Attitude aytganimda esa bu yoqda aytib qo'yapman conclusionda. To'g'ri oladigan bo'lsak, air pollution havoni ifloslanib ketganligi bir nechta juda ham jiddiy bo'lgan muammolarni olib keladi insoniyatga va tabiatga. Lekin men shaxsan ishonamanki, shu muammolar yechilishligi mumkin. Nimaning yordami bilan? Ba'zi chora-tadbirlarning yordami bilan. Qaysi chora-tadbir deydigan bo'lsa, mana bu yerda attitude aytib o'tdik-ku, ikkita yo'l aytdik. Bittasi expanding green spaces, bittasi esa o'sha enhancing transport system. Bo'ldi. Shu bilan biz badiiylarimiz ikkalasini ham yozdik, introduction ham yozdik va conclusion ham yozyapmiz degan. Tugatamiz. Suvlarimiz yana oshib ketdi. 260 degani. 260 ta words bo'ldi. Hop, ya'ni 180 ta bilan 200 tani limit ichida yozgan ma'qul. Lekin hozir ideyalarimni va sizga bermoqchi bo'lgan wordlarni berish uchun ko'payib ketgan, e'tibor bermoqman. Keyin hozir masalan siz pay attention qilishingiz kerak bo'lgan narsa qandaydir so'z limitlarimiz, ichidagi vokablari, qandaydir bir ideya bo'lsa, ideyalari, keyin nima? Grammatik structurelarni o'rganish xolos-ku, va qandaydir yozilish bo'yicha strukturani o'rgansangiz bo'ldi. Mak bo'lib qolgan. Ha, ya'ni nima deyapmiz ekan? Ikkita yomon tomonni beryapmiz ekan, ya'ni o'sha bizga sog'lig'imizga va ekonomik, ya'ni iqtisodiyotga ziyon yetkazadi dedik. Keyingisi esa o'sha ikkita yechim berib qo'yapmiz ekan air pollution uchun. Bo'ldi. Shu bilan nima bo'lyapti? Bizning essayimiz yakunlanyapti ekan.
Sizlarga hozir writingda o'sha mana bunaqa savollar tushyapti, bilasizlar. Hop, is it better to do something? Ya'ni bitta narsa qilsak yaxshimi? Bir narsa qilish kerakmi? Should bilan berayotgan savollar yoki boshqa shu kabi savollar berilyapti. Ulardan biri shu hisoblanardi. Ya'ni 3 ta 4 ta savol turib tushayotgan bo'lsa, ulardan biri mana shu real examlarda tushayotgan savollar kabi bitta narsani beradi. O'shanga yechim berishingiz kerak va yana nima berishingiz kerak? O'sha muammoni ulardan o'sha bergan narsasidan kelib chiqadigan muammolarni ko'rsatib berishingiz kerak hisoblanadi. Hop. Vaqtimiz 30 minut bo'libdi. Gapirib yozdim, plus sizga tushuntirib yozdim, chizib yozdim, boshda ozgina explanation berdim. Hop, keyin yana nimalar bo'lyapti bu yerda? Hop. Keyin Wordda ham 180 ta bilan 200 tani ichida yozmadim. O'shanaqa sabablar uchun sal vaqtim cho'zilib ketyapti. Lekin yetadi. Yana 30 minut bor vaqtingiz real examda ham, hozir holatida ham, ya'ni 30 minut bo'lgan bo'lsa ham, lekin o'sha kamroq yozadigan bo'lsangiz, 180 ta 200 tani ichida ham buni gapirib yozmaysiz examda, tushuntirib yozmaysiz, har bitta so'zingizni sразу yozib ketaverasiz. O'shanaqa yozadigan bo'lsangiz, bemalol 20 minutga qolmasdan siz writing taskini tugatsangiz bo'ladi. Ana ikkalasi a piece of cake, bilasizlar, juda ham oson. 50 ta 120 ta so'z yozsangiz bo'ldi. Uni ham bir 10-15 minutda yozib, mayli 15 minutda yozdingiz desak, 35 minut 40 minutda bemalol writing tugatsangiz bo'laveradi-da. O'shanday gaplar. Rahmat hammaga. Videoni share qilaman hozir.